Islombek Navoiydan, Qashqadaryo G'uzordan bogish bo'lgan. Suraman yerga tushganda. Bir sarka 100 ming so'm zoti. Aka yurmay turing aka siz. Siz yurmay turing. Давай вышки вот. Сакара. Asilbek polvon. Rustam polvon Ha, G'uzordan. Ikkovining 500 ming so'm zoti bor. Balish ishlari bor ekanda bular. Ha, ko'k yaktak G'uzordan. Mesli polvonlar. Ana ketdi. Yeni kurar. Ana ketdi oyog'idan bittasi. Beqaror polvon xolos. Zafar polvon g'alaba qozondi. Opa, gap yo'q. Xolos. Zotinglar. Mana hurmat. Sarvar polvon mana shu qishloqdan. Ozodbek Navoiydan. Bularning zoti. Kassadan yig'ilgan puldan bir sarka 87-yil yigitlar nomidan 600 ming so'm halollab olasizlar. Chegini bergan. Ikkovining bir sarkasi bor. Ikkovi ham o'zimizda mana shu o'sib kelayotgan yoshlarimizdan. Faqat kichikroq ko'rinish mumkin, lekin nasib bo'lsa ertaga musobaqaga borib Qashqadaryoning yuzini yorug' qiladi bular. Aha. Kim qishlog'idan bergan Navoiy viloyati, Samarqand viloyati, Kim qishlog'idan Odiljon polvon. Navoiydan Yason polvon. Qo'yma. Ikkovini zoti 200 ming so'm. Halollab olasiz. Qo'yma. Nech pul zoti? G'ayrat qilinglar polvonlar. Yaxshi. Jamshid polvon. Shohjahon polvon. Ikkovi 500 ming so'm zoti. Halollab olasizlar. Hurmatli polvonlar, hurmatli davradoshlar. Mahalliy polvonlarimizni bezovchilik davraga chiqib olishingizlar, mahalliy polvon ko'rmayapman men davrada. Nimaga alanglaysan? Olishmaysan ikkovini. 500 ming so'm zot qo'yildi. Yana orqaga qaraysiz. Arslon mahalliy polvonlardan juda kattasini. Ikkovini 200 ming so'm zotim bor. 500 minglar chegirib beraverin. Qani mahalliy polvonlar? Opa. Qaranglar ormonda ketmasin. Yason polvon Halol. g'alaba qozondi. Halol bo'ling. Sarlanga. 51 dan Dilxush polvon, Navoiydan Sanjar polvon. Ikkovining ham 500 ming so'm zotim. Ola. Tangmatov jonim qilatar. 1 million kassaga kirim bo'ldi. Ularni shoshmay turinglar. G'olib. Sen nima aytib chekkada? Nima? Nafas olsin, polvon yiqitib bo'lgandan keyin damini olsin. Shunday. Endi pul qo'yilavergandan keyin nafas ham olmay olishib ketish mumkin-da, uni nafas ol. Shahboz polvon Kosondan 54 dan ozod polvon. 400 ming so'm zoting bor. Halollab ol. Unga endi birovlaringiz qaraysizlar, turgandan ko'ra. Shoshmay turinglar, bakovlar, jo'natmay turinglar. Yosh polvonni baribir halol qiladi.
Yıktayın, yıklayın, yıklayın, yıktayın, hareket kaçtım ya. Arslan, Sancar'dı yönetmeye. Hoş, şaşmet. Kayıp gittim kadar to'xtab turinglar. To'xtatib. To'xtab turinglar. Hey, boshqasi o'tirsin endi o'sha yoqda, o'tir de. Jo'natmay turinglar, Avval jo'natmay turinglar. jo'natma boshqasini. Sen bugün? Nasıl? Ahmet. Ağabek polvon Kasan. İzoz karşıdan. 300 ming so'm puling. Halalla bak. Gayret qilamiz polvonlar. Yerdan surdi. Yerdan surma. Bo'lmaydi, yerdan suryapti. Al. Nima bo'ldi? İsmi Shahzod polvon. Ikkovini zoti 600 ming so'm. Halol bo'lasan. G'ayrat qilinglar polvon. Halol. Ulandı hisobidan ham 200 ming qo'shilgan ekan mana polvonga. Zotini bering. Bir sarka 800 ming ekan, zotini bering. Mehriddin polvon bormi davrada? Mehriddin polvon meni oldima kel. İsmi kim edi? Mohriddin polvon G'uzordan. Xitoydan oyib polvon yangi yiqitgan polvon. Ikkovimiz 400 ming so'm halol bo'lasan. 4 ta Mehriddin polvon chaqiring deb yoqa. Koyma. Kamal. Kamal polvon, sudya. Bular zot nechi pul? Qirg'iziston Botir polvon. Navoiyda Elbek polvon. Ikkovining ham 400 ming so'm zoti bor. Qarang. Olishib bo'ldinglarmi? Yurmang. Mana 90-yupusliklar hisobidan Sanjar polvonga 1 million so'm zot berilyapti. Albatta bu ukamizning ham ishlariga omad. Rahmat. Maktab stadioniga qilish kerak-da, bu yerda antena garan qilyapti. Ali polvon. Oybek polvon qayerda? Qasomdan. 300 ming so'm zoting. Kelmayib Dilbek hisobidan 500 ming. Yo'lanib G'afur boyani hisobidan 400 ming. Jumoqilib Ahlarning hisobidan 400 ming. Ishqobilov Qurbonning hisobidan 100 ming. Ketladan Sharob oshnasining hisobidan 400 ming. Bo'ronov Salohiddinning hisobidan 500 ming. Hashimov Toshpo'lat akaning hisobidan 100 ming. 92-yil Seman polvon. Halqan polvon. 93-94 o'qishliklarning hisobidan Asadbek polvonimizga 500 ming zot qo'yyapti.
Barkamol polvonni talab qilgan yigitlardan bo'lsa kelsin, katta zot qo'yaman Barkamolga. Mesni polvon, mana shu yerning katta polvonlaridan bittasi. Hamma taniydi polvonlar. O'zi tengi kelsin, jao birinchi tovoqqa, ikkinchi tovoqqa olishadigan shart emas. Asadbek polvon, maydiya bo'lib, davraga kengda mikrofon oldiga. Begali polvon qani zotini oldimi? Qani? O Begali. Hozir Zafar Dehqonovatlik Zafar Dehqon qani Begali? Nima bo'ldi? Jo'natmanglar, to'da qilib berdi. Ey, jo'natmanglar polvonni, jo'natmanglar. Jo'natmanglar bu yoqqa to'da qilib, bu yoqda to'da turursiz shu yerda. Bormi? Barkamolga. Barkamolga chaqirdim men. Sizlar nimaga keldinglar? Qolgani bu yoqqa borov. Ey, polvonlar. Bo'ladimi? Tashla. Rahim domla. Haydaromidan Barkamol polvon Navoiydan. G'uzordan Ibrohim polvon. Ikkovini bir sarkasi bor hozircha. Ustigami? Bir sarka ustiga 500 ming so'm. Halollik olasizlar. Yana mana hurmatli o'rtoqlar, 93-yil yetishliklarning hisobidan kassaga bir ho'kiz 1 million so'm zot kirim bo'ldi kassaga. Rahmat shu insonlarga ham. Bir qarsak bo'lsa shularga ham tovoqqa qo'yamiz, xudo xolasa hozir. Hasandan Fathullo 5-marta olishyapsanmi? Endi? Ya, qanaqa? Ikkovimiz oti. 500 ming so'm. Rahim domla, meni oldim aking ey. Shu yerda kosonlik aslidan bormi? Kosonlik aslidan. Arafonadan, Begalning akasi aslidan bormi? Senga bitta talabgor kelib turibdi, olishadigan bo'lsang kel. Halol. Navoiydan Xudoyor polvon. Bobish G'uzordan. Ikkovimiz oti. 400 ming so'm. Halollar bolasi. Arslan, davra tozargancha jo'natmaydir. 5 para olsin, tamam. Sen jo'natmaydiringlar. Halol. Gap yo'q. Dilxush polvon. Polvonlarni orqaroqqa suringlar, sherdagi hayvonlar. Orqaroqqa suringlar hammasini. To'dasi bilan. Davrani buzmanglar polvonlar. Mana shu tartibli bo'lsanglar, hammang olishasan. Zot ko'p. Hasandan Asadbek polvon. Sahobadan Faxriyor polvon. Ikkovini zoti 400 ming so'm. Halollar bolasi.
Hürmetli tavaq polvonlari, kiyimlaringizni kiyib tayyorlanib turingizlar endi. Katta polvonlar chiqaversin tezlashtirib, bu ham tezlashtiramiz. Kurash tushaman degan katta polvonlar ham tayyorlanib kelaversin endi. Tovoq polvonlar tayyorgarlik ko'ringlar, tovoq qo'yishga tayyorlanyapti. Arslan Sayit. Joni bor kattasidan jo'nat. Joni bor kattasidan kurash chiroyli ko'rsatilgandan. Qo'ying. Hali o'tirib tursin, keyin o'tir hali, bor. O'zim chaqiraman, o'tir hamma. Shunga tayyorlab tur bo'ldi. Hey, bir hakkım etmesin polvon, hey. Mahalle polvonlarga zakaz mevzularni zotvorga bir sarkasi bor mana shu ikki polvonda. 87-yillar hisobidan yana Sarkan ustiga yana 600 ming zot bor. Mirali, mana qapchiq, Davron, mana qapti, mana qap. Yaqin senga talablar olib kelyapti. She'rni olishtir. Orqaroqda o'tirib. So'ng ko'rishmayapti. O'tgan to'yda mana shu yigitni eka olishgan ekan. Ularni o'zlari bir olishamiz degan yana bir nimalar bor ekan, sportni qo'ygan ekan. Sanjar. Shunga talab kelyapti, rozi bo'ldi olishga. Ikkoviga bitta katta zot qo'yamiz, olishadi. Shundaymi? Ismi nima edi? Mirabbos polvon. Qasondan aslidan polvondan Qasondan. Bu Arafonada sen qishloqning Isovoydan. Oybek rahmat. 700 ming zoti bor hozircha. Bas deguncha olishtirdik mana yosh bolalarni. Bular hammasi 2-3 martadan olishdi. Rahmat Oybek hisobidan 500 ming kassaga kirim bo'ldi. O'ngboy To'lqinda hisobidan 500 ming, Halmonov Dirbek Jemchi 1 million, Mo'minov Ishmurod Bobo 100 ming, Muronov Xushnaka 300 ming, Abdul Akmal Go'shchi 1 million, O'zabek Ulug'bek Go'shchining hisobidan 500 ming, 77lar hisobidan 600 ming, O'ljayev Zoqiddin hisobidan 200 ming kassaga kirim bo'ldi. Rahmat shonsonlarga ham. Endi katta polvonlarni jinosi bo'ldi. Olishyapti murabboslar. Bu oldu. Başım aslida mana murabbosdagi 700 ming so'mning ustiga bir sarkasi ham bor. 700 ming bir sarkasi. Qani bir qarsak mana polvonni olishlar. Yetovashsanki. Qalishlar. Halollab olasizlar. Hayrat qilinglar polvonlar. Sanjar polvon. Sanjar polvon meni oldimga keldi.
Kamera çaka. Ayna alın. Kamera çaka. Sancar Polvon meni oldima keling. Doğuş balon qaladı qozandı. Nima bo'ldi? Halol, g'uzorli polvon yetibdi. Gap yo'q. Ol zoti. Hey, Sancar Polvon meni oldima keling. Barkamallar ko'ryapman. Halolmi? Halol. Abror polvon. O'rganadi. Asadbek Polvon zotiga 200 ming qo'shibdi. Navoiydan Jasur polvon, ekoni zoti. 700 ming zoti bor, halollagan olasizlar. Qani Sancar Polvon, Sancar Polvon yo'q bo'shyapti. Chaqiring yoqqa meni oldima. Sanjarni meni oldima jo'natingda. Nechiyami? Nima bo'ldi? Bo'lmaydimi? Polvon pastga tushgandan keyin surmang. Tam o'rtaga chekka chiqib ketmasin. Mana shu orqada qolib ketdi. Qo'yman o'rtaga olib o'ting. To'xtanglar, ikkovi. Men ochiq joyga chiqinglar. Hozir biza qaraymiz-ku orqaga qarab qo'yishimiz kerak. O'rtaga chiqinglar. Sanjar qani Sanjar? Bakovlak aylanib turing. Olishmayotgan palonlar o'tirib olinglar. Kim olishyapti, kim olishmayapti ko'rmay qolyapmiz. Nima bo'ldi? Olishadimi? Oldiraqa chiqarib olishdim endi. Sherbek Tukanchaning hisobidan sarvarlar zotiga 200 ming qo'shildi. Hey, jo'natmaylar Arslan Polvonni. Sayt. Jo'natma Polvon, bu yerda o'tiradi bekorga. Qani Sanjar ko'rmadinglar? Yo'q. Orqa tegyapti-ku. Tirsaga tegyapti, tirsaga orqasida tanglayapti. Olishasizlar. Sanjar meni oldima aka. Tur. Bahrom aka. Mana shu Sanjar Polvonni o'zini tengi chiqsa 93-yil, shu polvonga 93-yil выпускниклар hisobidan bir ho'kiz zot qo'yapsiz. Bir qarsak bo'lsa o'rtoqlar o'z tengi faqat o'z tengi kelsin. Ularga talablar kelsin. O'z tengi kelsin, boshqa chiqmasin. Navoiydan. Chiqing. Ikkovi yeyishyapti. Boshqa odam jo'natmanglar. Boshqa kerak emas. Ikkovingni Mingboy G'uzordan. Muborakdan Shahboz ikkovingni 500 ming so'm zotinglar. G'uzordan Mohirdan. Doston Navoiydan ikkovingni ham 500 ming so'm zotinglar. Halollar olasizlar. Qo'yma. Var oturun, nereye? Ya kiremez yakın, şu anda oturun. Gap yo'q.
Kosondan Hasan Polvon kelibmisan? Elbrus Polvon. Ikkovini zoti. Shu bakovul bola. Zoti aytib ketishlar. Uyan deyken nima qilsin? Hech narsa qilganim yo'q. Qo'limni qayergaetsam, qaytib ketdi. 500 ming zotlar. Birinchi bo'lsa polvonlar. Mo'xi o'ramachi g'alaba qozondi. Kelqin, Safar. Aman. Katta birinchi tovoqqa olishaman degan polvonlar tayyorgarlik ko'ringlar. Kelasizlar hem dastoyni birinchi tovoqqa olishadigan bo'lsa, o'zimiz mana bu hayvonlar bilan kelishib, ikki kishini olishtiramiz. Birinchi tovoq Berat 500 ming so'm. Qani bir qarsak bo'lsa, birinchi tovoqqa. Qani o'zikilari biz tanlab qo'yamiz ichidan. Nima bo'ldi? Shohruh polvon kelyapti. Elmurod polvon. Shohruh Baxtiyorov. Javohir polvon kelyapti. Shohruh Baxtiyorov. Javohir polvon Koson. Jalol polvon Koson. Tak, Elmurod polvon. Sancar polvon. Bularda bir ho'kizi bor hozircha. Qarorlar olasizlar. O'rtaga olsin. Hamma xalq ko'rsin, tomonlarni ko'rmay qoladi. O'tirib olamiz qolganlar. Nima qilin? O'tirib polvonlar. Murabbos polvon g'alaba qozondi. To'xta, emas. Sherali Jo'rayev. Hozir olishayotganlardan boshqalar qolmasin, chiqsin. Ana Sherali polvon ham keldi davraga. Ana Javohir Bir qarsak bo'lsalar, katta polvonlarimizga. bir qarsak. Necha polvon, Sherbek polvon. Polvon polvon. Aktam polvon. Javohir legenda. Botir polvon. Endi birinchi tovoqqa Ro'shan. Birinchi tovoq Berat 500 ming so'm. Ikkasini birinchi tovoq qo'yamiz. Hammasini olishtirishga imkoniyatimiz yo'q. Bugungi kunda yurtimizda yoki O'zbekistonda gapni eshitinglar, rais bola. O'zbekiston chempionati og'ir yuzdan O'zbekiston chempioni bo'lgan Shohruh Baxtiyorov. Shunga qo'yaman birinchi tovoqda kim talab qilib chiqadi. Ana o'zimizning Sherali Jo'rayev. 500 bekar qo'ydi. 1000 oldi. Berat 1000 dollar. Berat 1000 dollar. Qalanlar orasida polvonlar Qo'lini qolganlarni olib. endi Bir toy $1000. o'sha polvonda. Endigi tovoqlar qo'yiladimi yoki to'xtatib turamizmi? O'sha ekan. Qo'yamizmi ikkinchi tovoq? To'xtang. Chekara qilishdi. Ikkomiz tomondan turamiz. Qanday? Hurmatli katta polvonlar, o'tirib turingizlar sizlar. O'tiringizlar, polvonlar, o'tirib turingizlar. U yerda kirash tomosha qilyaptilar mehmonlar.
İkinci dayak iştemiz. İkinci dayak bir ot 100 bin. 200 bin so'm. Botir palon ko'tardi. Olsam ya menga bering, senga bering yo'q. Buni o'tirib mana bir ikkinchi dayoqqa ikkovi olishsam, Botirga qo'ydim desam nima bo'ladi? Yo'q, endi sen kechga kelding, sen olmadim, bu oldi. Sen oldirayotgansiz so'rayman. Bana aka bunu ökeldiğime bazılar. Nasıl üstüge koşular mı? Halkam tanesiyle. Taşlı. Ya Amin ikkovi nomading Banka bersin. palon, Botir palon Botir bilan palon. Javohir palon huzurida. Ikkoviga ikkinchi dayoq qo'yildi. Bunday kelishish yo'q o'rtoqlar. Shuning uchun shunaqa qarab ishlaydi. Eng qizig'i hammaga birinchi dayoq qilib berdi. Shuning uchun qurbon qilamiz. Qilinglar. Buni Sanjar polvonlar zotiga yana 500 ming mayda yuqori mayda raisining hisobidan zot qo'shildi shularga. Bir ho'kiz 700 ming bo'ldi. Bir qarsak bo'lsa o'rtoqlar. Ha Sanjar qarar. Başlattı. Bas. Yürüme turing. To'yba. Yo'q, olishadi. Halal men. Tamam, yo'q. Harom bilan haromni farqi bizlar ham bilamiz, senchalik bilan. Halk yapırsın halk. Kanı karar bu. Javohir ko'tardi, kim talab qiladi? Qaysing mard olishaman degan. Yo'q, qiynamang, hech kimni zo'rlamang. Chiqadigan o'zi kelib qo'l tashlasa, mana oldi. Marş palvan marş. Hüdyanı kur palvan. Hüdyanı kursaydın ya halal mı? Men bir narsa Hüdyanı kur palvan. Ne bor bakovul bor. Olishsam zotini beraman lekin. Beraman. Bo'lmasa Sanjar zotini beringlar. Tillashib o'tiramizmi? Bo'lmasa olishsa mana Xudo qarab qolsa mana chala ham emas-da. Yonbosh degani halol degani emas-da. Qo'yingni nima gapirma. O keyinibdi. Aktan palon g'uzordan. Qachon endi halol qilman polvonlarga. Polvonlar o'tiringizlar, halol qilman, o'tiring boshqalar. Qani bir qarsak bo'lsa ish polvonlarga, qarsak. Qo'y. Yerdan surma. Şimdi tokadı. Gayret qilinglar polvonlar. Durun halalla bak durun. Ya marul hadi soya. Orada mı süre? Arman Bas. Halal. Bu halal mı bu? Halal mı şu?
Ben lekin mahkam bo'lmadi lekin. Davronning hisobidan mana 1 million, Rahim domlaning hisobidan 3 million qo'shilibdi mana 3 million berma. Sanjar polvonga bu zatim. Yana alışacaksın. Bazı kızlar da bana kalma. Yana alışacaksın. Ha palonlar, oy. O qavshargan palonlar. 4 tavuk. Kala koçağını kımadan. Şerbet. Şerbet. Dört tavuk. 3 milyon. Hadi ekran var sizden talaşma. Sancar polvon otasi. Berbek polvon davraga kel. Sanjar oshlilarning hisobidan mana 1 million 200 ming beribdiman zoti. Rahmat shularga. Sanjar bu yoqdan kel. Kim tarafı olsun? Aylan. Bir sarka 500 ming. 500 ming bir sarka. Hozir. Bir sarka, bir qo'chqor 500 ming so'm. Malades mana Sherbek polvonga bir qo'chqor, bir sarka 500 ming zot qo'shilibdi. Buni javob olasiz. Mirzabek polvon Kosondan, Jaloliddin polvon G'uzordan, ikkovi zotdan 600 ming so'm zoti bor. Alloh Mana Quvonchbek polvon Kosondan, Navoiyda Shahzod zotini ayting. 800 ming so'm zoti bor. Alloh olasizlar. Elmurod polvon Armiyadan Jaloliddin polvon ikkovining zoti bir sarka 3 million so'm. Alloh olinglar. Xudo omadlaringni bersin. qani qarsan Dilxush polvon, qani Dilxush polvon. Mashina 9 ming Mirjalol polvonga bitta talabga. 51 dan Dilxush polvon. Bitta talabgar kelsin. Yaxshi zot qo'yaman. Qashqadaryo Quvonch. Navoiylik polvon ham Dilxush polvon. Navoiydan Shahzod Navoiylik polvon. ham kelsin. Mana ikkovi olishtirgan zot 300 ming. Shu ikkovmi? Ha. Ikkovida 300 ming zoti. Halol olishsan. Mana chekka o'ting. Davron qara birovga. Talabgar kelsin Mirjalolga bitta. Jalolidinlarga yana 700 ming 200 ming qo'shildi 1 million. Harom. Malades polvon, rahmat. Harom. Quvonch polvon g'alaba qozondi. Tamam berib ketdi. Hay bakol. Mang yana. Bismillah qo'shildi. 1 million bo'ldi. 4-tovoqqa mana 3 million so'm bir sarka. Navoiydan bitta kelinglar. Mehmonlar. Qo'yaramiz hozir. Kelinglar. Halol Faridan, zotingdan. Gap yo'q. Fag'riddin polvon g'alaba qozondi. 500 ming so'm zotini ber. Ikkinchi tovoq, kelinglar. Bir ham kelsin. Bo'ldi, boshqa olishadigan qolmadi. Hammani olishtirib bo'ldi.
Qaytyapti Oddosh aka? G'ayrat qilamiz palvonlar. 4 tog'a palvonlari. Ha, Bir katta. million oshish palvonlar. Halol. Elmurod polvon Dehqonobod. Jalol polvon Koson. Sherbek, men oldima keldi, senga talablar bor ekan. Boya bir qo'chqor, bir sarka 500 ming zot qo'yildi. 5 tovoq. Bir qo'shqor 90-yillarda hisobidan Jonizod akaning nomidan $100. Mirjalol palvon huzurdan ko'tardi. Kim chiqadi? Talabgor. Kelinglar, hamma tovoq kelaversa endi bo'ldi, uni hammasini qo'yaveramiz birdan. Mirjalolga Sherbek, kiyinib kel. birdan kiyinib kel, Mirjalolni olishaman. Sherbek, kiyinibdi. Ana Shohruh polvon tovoqni ko'targa aylandi. Sherol Jo'rayev, keling. Navoiyli polvon boya aka. Barkamol bilan otiga. Elbek polvon, ekoni bir sarka 500 ming so'm bor. Halollab olsin. Kel biroy. Bitta polvon qoldi oxiri. Ay, Sherbek shunday qiladi. O Sherbekka talab chiqmadi. Zo'rlab qo'yadi. Bastı, kaç! Kaç iyiydi! Haydi! 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 Jalolni kazandi. Jalol polvon g'alaba qozondi. Ana shu ishtoq ko'targan Javohir polvon basti. Aktam polvon G'uzordan. Ikkovini zoti. Bir sarka $200. Rahmat Jalol polvon. Halollab olasizlar, mang. Qo'shaveramiz. O'tinglar. Takdan polvon javob berdi. Polvon keling. Halolmi? Barkamol polvon g'alaba qozondi. Zotini bering halol. Gap yo'q. Shuningizdan polida Botir polvon bilan Javohir polvon. Polvonlar halollab olasizlar, omadlaringni bersin. Sherol Jo'rayev keling. Polvonlar g'ayrat qilinglar. Aktam polvon, Javohir polvon. Kiyimingni kiyib ketdi. Shay polvonda aka, Sherbekka polvonda. Sherol Jo'rayev keling. Sherol polvon keling. Polvonlar olishayotgan polvonlar g'ayrat qilinglar. Qonqa polvon, Botir polvon. Sudyalardan tashqari mehmonlar o'tiringizlar, xalaqit qilmangizlar, polvonlarga tomosha qilsin. Sen aylanib turingizlar. Aka zotimiz. Polvonni tanimagan odam yo'q. 3 karra jahon chempioni, Olimpiada o'yinlari qatnashchisi. Qashqadaryoning O'zbekistonga ko'p marotaba Ornob
kurashib hurmatini joyiga qo'ygan polvonlarimizdan. Hozirgi kunda yurtimizdagi eng zabardast yoshi katta polvonlarimizdan. Sheraljon, senga katta rahmat. Shunchalik elimizda hurmatini olib kurashib yursin. Mana shu yoshlar kirib, seni yoshiga kirib kurashganlar kam. Bundan keyin ko'p bo'lsin polvonlarimiz. Shohra o'sib ketgan o'zimizda Qashqadaryo polvonlaridan. Nasib bo'lsa, sen ham mana shu Sheraljon izdan ketib o'zimizga katta polvonimiz bo'lyapsan. Sen ham bundan yomon rezultat ko'rsatma. Jahon chempioni bu, olimpiada chempionlari bu. Omadingni bersin. Darra Martga ustozim ekan, oshnam ekan, akam ekan deb ayamay, kesda olishasizlar. Elga tomosha ko'rsatinglar falon. Ikkovingni ham omadingni Xudoyim bersin. Halol olinglar. Bir qarsak bo'lsin shu Polvonlarimizga, ikkovimizda Qashqadaryo polvonlar. Ey rahmat. Zoti bir ot. Tumanimiz rahbarining hisobidan $1000. Ziyodulla polvon, bekting. Ziyodulla polvonga bir qarsak bo'lsin shu qishloqdan chiqqan eng katta buyuk polvonlardan. Ziyodulla polvon mana shu ikki birinchi to'g'ri polvonlariga halol bir sudyalik qilib berasiz. Qo'ying. Tushgan payt qo'ying. Ha, bo'ldi. Jo'ra polvon bormi shu yerda? Jo'ra polvon davray aka. Jo'ra polvon formada olishib yurdi. Shu paytgacha mana bir ozroq vaqt bo'ldi, ozroq travma bo'ldi. 500 ming so'm aka. Nasib bo'lsa bir 10 kun, 15 kundan keyin olishadi. Yaxshi. Kel bu yoqqa davray aka. Shu yerdan ayib qilamiz aka. Tushundingizmi? Qaranglar, endi bulardan qo'yaveramiz, hech kichkinasi yo'q polvonlarimizdan. Olishtirib bitta olishtirib o'tirmaymiz. Mirjalol polvon mana tovoq ko'targan. Aror polvon Xitoydan qilib chiqyapti. Ikkovini zoti. Bir qo'chqor Jonzoq akaning nomidan yana $100. Kim qaraydi? Turing. Eng oxiri qoldi, endi qaranglar bitta. Qani Sherbek. Sherbekka hech kim chiqmadimi? Zotini beryapman. Bir qo'chqor yana nima edi? Bir sarka, bir qo'chqor. Bir sarka, bir qo'chqor 500 ming so'm. Bahrom aka. Hech kim chiqmadi, berdi. Birinchi to'yga bir ot $1000 hisobiga bizning mana mahallamizda Ramshidjonning hisobidan yana 500 ming qo'shildi shu polvonlar zatiga. 500 ming qo'shildi. Bir ot $1000 500 ming. Bir qarsak bo'lsa o'rtoqlarim. Endi birdan tenglashtirib qo'yavering. Yarim taqimay. Yana qo'shaveramiz. Halol boshinglar, polvonlar. Bo'ldi. Kelinglar. Ana Jo'ra polvonga bir qarsak bo'lsin. Ey rahmat. Olishib beradi, endi yana bir 10 kun 15 kundan keyin boshlaydi. Zotini bering. Rozi bo'lasan. Bo'pti. Kelinglar, tovoqda tomosha qilamiz. Polvonlar kelinglar. Bo'ldi. Qatnashchilari, mana hammalariz mana keldik, xabarga keldik. Nasib bo'lsa mana 5-aprel kuni Kasbi tuman Qamashi qishlog'ida katta kurash soat 12 da boshlaymiz. Mana Jo'ra polvonni qishlog'ida. Rahmat. Rahmat sizga. Uydali polvon. Ana katta bakovli o'zi bo'ladi, Uydali polvon. G'ayrat qilinglar polvonlar. Ana ikkinchi tovoq, birinchi tovoq, uchinchi tovoq, mana 5-tovoq. Faqat polvonlar, tovoqni polvonlari qoldi. Ana Davlat polvonga birov talab qilib chiqdi bu yerdan. Bitta chiqib qoldi. Qo'yib ol.
Ana shu yerdan bir yigit keluvdi-ku, qo'l tashlaydi. Jo'ra seni oldingda turuvdimi deyman-da shular. G'ayrat qilinglar. Shu polvon olishib ketsan, bizda studentimiz bo'ladi, yaxshi olishadi. Izlosda o'qiydi. Yaqinovatdan. Endi bugun vakolatlikdan foydalanib senga 500 ming so'm zot qo'yaman, bo'ladimi? Ana qaysing chiqib olsang olish. Kelinglar, kim olsa endi normal o'ziga tengi. Aylan. Zot qo'yildi senga, aylan. Aylan. Mana shu polvonga kim talabgor bo'lsa kelsin mana. 500 ming zot qo'yildi shu polvonga. Davran to'ldirib tugatalmayotgandik polvonlar birda tukab qoldim. Chiqinglar. Qo'yib ol. Botir polvon g'ayrat qiling. Javohir. G'ayrat qiling. Birinchi tavoq polvonlarni sizlar ham g'ayrat qilinglar. Kimga? Baho olishsanmi? Kim olishsan? Kim? Yana Davudga mustaqil bo'lmaydi. Mana shu ikkinchi tovoq polvonlarning zotini ustiga mana Normurodov Zaribning hisobidan 200 ming qo'shildi shularga. Bir qarsak bo'lsa o'rtoqlar. Rahmat. G'uzordan Fardin polvon. Eldor polvon Yaqinovatdan. Ekoviga yangi aytilgan 500 ming zot. Kurashga qarab ularga ham zot qo'shaveramiz. Bormi? Ular katta polvonlar, aytaveringlar ustiga qo'shib. Gap yo'q, mashaq qilishinglar. Endi qog'ozi yo'q bularnikining. Konkovadan Botir polvon. Mana yuqori maydiyobida Ashton polvon javob. shopirlar hisobidan 100 dollar kassaga kirim bo'libdi. Rahmat shopirlarimizga. Sherali polvon. O'zgacha polvon. Ha, zilchilar hisobidan men shopir deb adashib qolaman. Zilchilar ekan. Hayır, ağzını alışılmaydı, halalını alışan. Ağzını yok. Yok. Mana Arslan jiyanimiz hisobidan ham 500 ming kassaga kirim bo'ldi. Rahmat bilan senga ham. Ha, shu zilchilar hisobidan 100 dollar kassaga kirim bo'ldi. Maşikani 500 ming zotun üstüge bir sarkası ham var. Bir sarka 500 ming bo'ldi. Ey yashang, bir qarsak bo'lsin endi o'rtoqlar. G'ayrat qilinglar polvon. Endi harakat qilyapti. Tovoqni polvonlari ham olishyapti boricha. Yangiboy polvonlar o'rta qapku keyin. Navoiylik polvonlar. Hammalaring bu yoqqa bir kelinglar. O'rtaraqa. Yo'q, kelinglarda bir. Uchta kelinglar. Jasur polvon bu yoqda. Qo'yib ol, qo'yib ol. Tushganda, tizallaganda qo'yib ol. Şankıtlarını yaştırıp gidin. Eldor. Tizallaganda, ya mayli olishdan, gapimni olish. To'xta deganda to'xta, mayli. Ekan shu yerda deb. Navoiy Jasur polvon. Asadbek bormi? Maydiyoblik Asadbek polvon. Bu yoqda Kalin kanaldaga. Jasur polvon endi bir vaqtlar kelib Qashqadaryoga ko'p kurashlar ko'rsatgan. Mana shu polvonga 500 ming zotini bering. Bir qarsak bo'lsa shu Jasur polvon. Rahmat Jasur polvon. Shogirtlarni olib kelgan
Bundan keyin ham to'ylarimizga shu polvonlaringizni olib olishtiraverin. Chaqiring ularni ham chaqiring. Rahmat Jasurjon. Davud bu yoqqa. Qani Davud? Chiqmaydimi? Beraveramiz zaten. Ber. Qo'yib ol. Polvonlar bir-birlaringga hurmat qilib olishing. Janlaganda qo'yinglar. Bir soatdan 5 kun qayerlarda qolib ketmaydi. Hurmat qilinglar. Ertaga barvoshina bo'lasizlar. Kelayotgan ekan bu yoqqa Davud. Voy, to'xta, bermay to'g'ringlar. Kelayotgan ekan. Jasur singamiz bo'ldi Davud. Uni nechi chaqirdim, o toza nima ketgan ekan uzoqlar. Ha, polvonlar bo'shashmang, jonli. Ha, g'ayrat qilinglar. Mana tomoshani bunday ko'rsatib qo'yib. Tizillasa qo'yib. Ucuzdan aslarga parterga olishgan. Yapalım. Ancha chaqirdim. Qiyin bo'ldi. Ismi kim? Kasbidan Javohir polvon, G'uzordan Davud polvon. Ikkovini zoti 500 ming edi. Endi bularni bo'yi ham 1.90lar bor, qo'shinglar. Ha, halollar ba'zi boshlavinglar, qo'shamiz. Halollar, omadlaring bersin. Ochiq joyga olishaversin. Hurmatli mahalladoshlar, albatta bugun mana kurash tomosha qilamiz deb yaxshi niyat bilan hammamiz tashrif buyurdik. Yaxshi niyat bilan zot qo'yaman deganlar bo'lsa, mana yerda kastirlarimiz qarab turibdi. G'ayrat qilinglar polvonni. Qo'yib. Barkamol polvon shu yerdan. Navoiydan Sanjar polvon ikkovini zoti. Hozircha 500 ming so'm. Qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsa aytib berasizlar. Halollab olinglar. G'ayrat qilinglar polvonlar. Ana ikkinchi tovoq polvonlarini bel olishyapti. Ushla aktam. Oli kurash demayincha baribir ushlagandan keyin ham olishmay turasizlar. Ha, Sherali polvon bo'shashmang, ha. G'ayrat qilamiz polvonlar, ha denglar. Ha degan tuyaga madad deydi. Ko'p gapirmay olishinglar. Javohir aktan nima ushlasholmay qoldinglarmi? Ikkovini belbog'ini o'tkazib qo'lingni ushla. Navoiylik polvonlardan bir vakil kelsan, bir qo'shqonlaring bor. Ketdi yo'lda so'yib yeysizlar. Mana ikkinchi tovoq polvonlariga kim bor? Navoiyliklar kelin, olib keling. Narbekda hisobidan yana 200 ming qo'shildi shu polvonlar zotiga. Bir qarsak bo'lsin polvonlarga. Polvon kelmay. G'ayrat qilinglar. Ha, qarsak bo'lsin. Aktam polvon g'alaba qozondi. Mana rahmat. Otdi. Eldor polvon Olishadi. nima bo'ldi? Ko'rmay qoldim. Aktam polvonga bir qarsak bo'lsa halol etibdi. Hammalariz rahmat polvon. Davay, olishamiz. Bakol halol demasa bo'lmaydi.
Halal, ana şu halal Barkamal'ındaki. Barkamol polvon bu yerda g'alaba Alış, qozondi. alış. Neye kadar? Bakkal hiç kimden soramaydı davran çıkasında. Özü biladi. Alışasın. Balonlar ahırda yıkışma varsa endi animasiga, animasiga. To'y kurashida endi baribir ikki yaqalab Yaxshi ku. Qani, sochini ol. qo'yib, tizallaganda qo'yib. O'z buncha polvon keladi o'ylamadingizmi? Qo'yib olamiz. Yurmaydir. O'rtaga. Mashlar. Ikki izimizga qo'shildi. Ana katta. Bo'lmadi. Ha gayret kapalı. Bu muydu? Polvonlar bir qarshi bo'lsa shu katta polvonlarimizga. Alo. Gayret kılasan. Gayret kıl. Bo'lmaydi. O bosib ketyapti, chala tushirib, undan keyin u burab bosyapti, bo'lmaydi. Ikki ham olishadi. Olishasan. Ana bel boqsam, 8 soat o'tirib, eng og'ir chiqdi. Ne oldu? Davud polvon g'alaba qozondi. Davud polvon g'alaba qozondi. Qanchaydi zoti? Shu polvon chiroyli qilib qo'shib bering.
Palvonlarga 5 kun so'roq berdik. 5 kun olishadi. Agar ikkovim rozi bo'lsa belboqqa. Belboq ushlayishamiz dedi. Agar birov olishmayman desa, ikkovini necha qilib ajratib beramiz uni. Bular hal qiladi, bakovullar. Oldu. Va bularga ham boramiz. Shahriyar polvon, Mirjalol polvon. Ikkovlaring belboq olishasizlarmi? Belboqqa. Qo'ying. Davay. Qo'ying. Kim rozimi? Ha? Yo'q, senga bola olishgan. Rozimisan? Turam, bo'lmasa belboq men qo'ymayman. Ya 5 kun so'roq bering. 5 kun olishtiring. Endi to'g'ri, mana shu milliy kurashning musobaqa kurashida necha o'qigan paytda bir ashka uchun belboqqa qo'yadi. Azaldan bolalarimiz ya belboqqa olishgan, ya yoqalashmaga olishgan. Yoqalashmaga olishgan odamni oxirida belboqqa qo'ydigan joyini hech eshitmaganmiz. Mana 4-5 kun olishganmiz, biz belboqni ko'rganmiz yo'q. Shuning uchun men yakkarim bakovullik qilaman, shu yerda belboqqa hammani majburlamayman. Ikkovi rozi bo'lsa qo'yamiz. Mana bismillah. Eldor polvon g'alaba qozondi. Nima? Endi yanaga to'yda olishasizlar endi. Ana davrada 3 ta tog'imiz qoldi. Birinchi polvonlar mana sizlarda kurashlaring hammaga yoqayapti, ana ustiga yana qo'shildi. Endi g'ayrat qilinglar. Endi kami qolmadi. Bugungi kunda. Nima bo'ldi ikkinchi polvonlar? Ikkol qoldimi? Ularnikicha 5 tovoq. Muxlislar. Ravshan polvon qani? Ravshan polvon. Qo'ying. Ben alışmayman, Sherali aka. Rozi sana qo'yaman. Dur, alışın mı? Dur. Ne bir kural? Alışın, alışmayın diyeceğim. Bilasın. Bu birge alışın. Sabah kadar olsa alışın. Masa dedi bu hayvanlar zotni bermaymiz dedi. Endi baribir hamma joyda ham halollagan odam oladi. Necha qilgandan keyin uni rozi qilinadi. Ha, halol qilmasa zot yo'q dedi. Mehnatiga yarasha haq beriladi. Shunday u Kelishuv degan gap yo'q bizda dedi. Halol qilib olsin bizlar zotini beramiz dedi. Bir qarsak bo'lsa o'rtoqlar. halollagan yiqitgan oladi zotni. Ha. Nechani rozi qiladi mana bakovullar ko'nglidan chiqarib qandaydir rozi qilish mumkin.
Lekin halollab yiqishga harakat qilinglar palonlar. Ha? Nima bo'ldi? Barmoq chiqib ketdi. Hayya, hozir sop keladi. Chiqib ketdimi? Nima qilay? Ha, bog'lab keladimi? Keladimi? Xitoylik Oybek polvon Qo'yib ol. Sanjar. Bu yoqqa mana Oybek keldi-da men oldimga. Oybek bu yoqqa. Bu yoqqa. Sanjar men oldimga keldi. Mana davrada Oybek polvon aylanyapti, mana shunga 500 ming so'm zot qo'yib, o'stinga kiysin. Qani? Oybek polvonga o'stinga kiysin, 500 ming so'm zot qo'yyapti. Kelinglar mana shu yerga bitta talabga olishtirib beraman. Palonlar, mana shunga bitta kelinglar. Barkamol chiqsin. Hozir ekanga o'tiraman, orqa bo'lib olisham. Bo'ldi, endi qadamlar o'tirsin. Lekin tizilmasaga uzatib beraman. Halol. Gap yo'q. Asis polvon g'alaba qozondi. Akasini o'rnini oldi. Tizilmasam Shahryar chiqsin. Ha Shirol polvon. Ha Shohruz polvon. Yangi boy nima bo'ldi? Yo'q. Shahryar chiqib. Aka yosh bolalardan chaqirmang. G'ayrat qilamiz polonlar. G'ayrat. Taş polvon nevarasi. O'sha ekan. Ulardan chiqmavdi, nevarasidan bitta chiqibdi-da. Hep bir qarsak o'tirsin polvonlarga. Mana o'shasan. Men derib ketdi lekin. Ikkinchi tomon nima bo'ldi?
O'zgacha palvon g'alaba qozondi. Nima bo'ldi? Halolmi? Baxti ochildi. Arang surdi-da. Ha, bo'ladi. Halol. Baxti ochildi, baxti. Qo'yo. Gurung qilmanglar, ikkita. Nima bo'ldi? Bel olishadimi? Bel olishasizlarmi? Yo'qmi? 5 kun surak bo'ldi. Bo'ladi, bo'lmasa necha? Olib keling. Mana birinchi tovoq tomosha qilamiz. Ikkinchi tovoqni zotini boshqa palvonga qo'yasizlar. Bo'ldi. Ikkovniki necha bo'ldi? Yiqitishmaydi. Bel olishmaydi ekan. Bel olishmasa ikkovining zotini qisman beringdan qolgan boshqa palvonga qo'yib olishtiring. Bo'ldi, rahmat. Mana shu. Ko'ngildan chiqarib bersa beringiz. Kelinglar palvonlar. Ko'ngildan chiqarib bering palvonga, u zotni boshqasiga qo'ying o'tkizni. Otdi, ikkinchi tovoq ham otdi-da. Ot ikkinchi tovoq. Masala qilmanglar, bu nima endi? Nima bo'ldi? Yana 5 kun. Shuni endi siroq qo'ymay olishaveringlar oxirigacha. Joning chiqqancha olishavermaysan. Yiqitguncha. Nima bo'ldi? Kami qoldimi? Kami bor hozir. Birinchi tovoq, ikkinchi tovoqlarga agar bularga kelsa 2 million zot qo'yib, qolganini boshqa palvonga zot qo'yamiz. Palvonlar endi baribir chin dildan olishyapti, palvonlar. Baribir bular ham endi halol qilay endi bo'lishadi hamma. Haloli bo'lsin, halol qilsa, haloli bo'lsin. Albatta. O'zgacha zot. Yakkan bayramdan bir ta'mirga bo'lay. Ayting aka. Narga palvonlar o'tiraqa, o'tiraqa. Kurash muxlislari, hammadan kurash bilan tabriklaymiz. Kasaniylik turga xush kelibsizlar polvonlarga, hammaga rahmat polvonlarga. Keltirasizlar, hamma tanjon sog'isi, bayramdan tabriklaymiz. Rahmat. Ha, Oybek bo'shashma g'ayratga. Qo'yba. Ikkovini 300 ming so'm bor, o'sha yerga olishing. Aytasiz, ey. Davay. Kirash. Mana o'tirtirma, mana. Ikkoviga 200 ming zotni aytdik. Ha? Bulargami? Ha, bular hozir necha bo'ldi? Ravshan palvon hisobida mana shularga endi Ravshan aka ekan, ismi palvon desak ham yomon deyilmas. Ravshan aka hisobida 200 avval 600 midi? 500 edi, 700 bo'ldi. Bu bilan 800. 800 ming zot bor. Oybek polvonlar zot 800 ming debdi. Bir qarsak bo'lsa shu polvonlarga. Yo'q, bo'lmaydi.
Hoji aka g'ayrat qilib bo'shashmang. İndi ıslah indi. Qo'ying. Islah. Olishyapti. Endi bari o'zlarini bularni o'rniga qo'yib ko'ringlar. Qanchadan beri olishyapti? Davom olishyapti endi. Bir to'rt qilib olish o'lim bilan barobar. Bo'lmadi. Nur bilmedi. Kriz 15 mi? Ha, endi mana pavonlarimiz charchabdi. Olishmay qoldi bari charchab. Ravshan aka. Qo'ying. Malades.
Oybukoldan zatını verin. Açka versin ha, açka gitti. Zatla tanışmak ya, yatla tanışmak. Hammaga rahmat deymiz. Amin. Hammani to'ylarga, Navro'zlarga yetkazsin. Yanagi Navro'zgacha sog' salomat Xudoning o'zi yetkazsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat hammalaringizga. Sizlarga ham katta Baxtiyorov. Sherali Jo'rayev necha? Ha? Hammasi necha? Qanday o'g'il qilamiz?